Assalomu alaykum. Ushbu videoda dala nazorati tizimida ichki fitosanitariya berish jarayonini ko'rib o'tamiz. Xo'p, demak, o'zi umuman ichki fitosanitariya sertifikatini ikki xil usulda olish mumkin. Birinchisi tadbirkor kabinet.karantin.uz sayti orqali zaявka tashlaydi va shu zaявka asosida yo eksportga yoki ichki bozorga, demak, biz ichki fitosanitariya sertifikatini berishimiz mumkin. Bu bitta yo'li. Ikkinchi yo'li esa inspektorning o'zi ariza yaratish tugmasi orqali, ya'ni yangi qo'shish tugmasi orqali zaявka yaratib turib, shu zaявka asosida faqatgina ichki bozorda, demak, ichki bozor uchun FSS sertifikatini berishi mumkin. Ikkala holatni ham, demak, qisqacha tushuntirib o'tdim. Biz hozirgi videoda faqatgina inspektorning o'zi dalaga chiqib turib, qo'lda zaявka yaratib, shu asosida FSS berish jarayonini ko'rib o'tamiz. Demak, bizda yangi arizalar degan bo'lim bor. Bu yerda aynan kabinet.karantin.uz tomonidan, tadbirkorlar tomonidan berilgan zaявkalar ko'rinadi va uni qabul qilib, inspektor ishda davom etishi mumkin. Va uni qabul qilgandan keyin qabul qilinganlar sahifasiga kelib tushadi va shu yerdan turib barchasini ko'rish degan tugmani bosib turib, ma'lumot kiritishda davom etsa bo'ladi. Sertifikatlar bo'limida esa inspektor ishni yakunlab, oxirgi etapdan o'tgandan keyin, ya'ni tasdiqlash tugmasini bosgandan keyin, aynan shu bo'limda sertifikat shakllanib, shu bo'limda ko'rinadi. Barcha arizalar esa bu jarayonda yoki bo'lmasam tugagan, ya'ni tasdiqlangan, qaytarilgan barcha arizalar aynan mana shu barcha arizalar bo'limida ko'rinadi. Demak, birinchi bo'lib biz hozir qabul qilinganlar bo'limiga kiramiz va inspektor o'zi zaявka yaratib turib, FSS sertifikatini olish jarayonini ko'rib o'tamiz va shu orada qaysi tugma nima vazifani bajaradi uni ham tushuntirib o'taman. Bu yangi qo'shish tugmasini bosaman va bu yerga ariza beruvchini JSHRni yozamiz. Ma'lumotlarni tortib keladi. Nimanidir tahrirlash kerak bo'lsa tahrirlaymiz, o'zgartiramiz. Shu kabi ma'lumotlarni qo'shib chiqamiz hammasini. Transport vositasi, yetkazib berish viloyati, barchasini kiritib o'tamiz. Fumigatsiya raqami bo'lsa uni ham kiritib o'tamiz va mahsulot qo'yish jarayoniga e'tibor qaratamiz. Biz mahsulot qo'yish uchun, ya'ni qaysidir mahsulotga FSS yozishimiz uchun ushbu mahsulot qaysi fermer xo'jaligining qaysi dalasiga tegishli uni bilishimiz kerak. Uning uchun, demak, bizga dala nazorati tizimida ekin qo'shish orqali qaysidir dalalarga biz ekin qo'shganmiz, aynan shu orqali ushbu mahsulotlar qismi shakllanadi. Demak, birinchi bo'lib fermer xo'jaligi nomi degan joyga biz fermer xo'jaligining innisini kiritamiz va bizga aholi xonadoni deb turib mana chiqarib berdi. Aynan shu yerda bor bo'lgan biror bir unikal raqamli dalani tanlaymiz va ichidagi 3 ta ekinni bizga chiqarib berdi. Aynan qaysi biriga FSS sertifikatini yozamiz. Shuni kiritamiz. Bosamiz, o'lchov birligini tanlang, kilogramm. Deylik, bunga birdan ortiq mahsulot bo'ladigan bo'lsa, mahsulot qo'shish tugmasini bosamiz. Yana xuddi shunaqa, demak, aholi xonadonini topib olamiz. Misol uchun tegishli bo'lgan fermer xo'jaligini va dalani tanlab turib, aynan qaysi mahsulotga ichki FSS sertifikatini yozamiz. Shuni tanlaymiz, o'lchov birliklarini tanlab turib, saqlash tugmasini bosamiz. Va ariza yaratilganini inspektorning o'zi to'liq ko'rib olamiz. Nimadir ma'lumot xato bo'lsa, tahrirlash tugmasi bilan tahrirlash mumkin. Barchasi to'g'ri bo'lsa, ishda davom etamiz. Yoki bo'lmasa umuman noto'g'ri sazat qilib qo'yilgan bo'lsa, o'chirish tugmasi bilan o'chirib olishimiz mumkin. Va hozirda bizda bitta dala va ichida ikkita mahsulot bor. Agarda yana qo'shish kerak bo'lsa, mahsulot qo'shish tugmasi bilan qo'shib olishimiz mumkin. Hozircha bizga yetadi. Barcha ma'lumotlar to'g'riligiga ishonch hosil qilganimizdan keyin endi ma'lumot qo'shishni boshlaymiz. Inspektor, demak, xuddi shunday qilib ma'lumot qo'shish tugmasi bilan ma'lumot qo'shib olish mumkin. Uning uchun qabul qilinganlar bo'limiga kirdik, kerakli unikal raqamli arizani topdik va shu arizaning ichiga kirib turib ma'lumot qo'shish tugmasini bosdik. Yoki bo'lmasam qaysidir mahsulot xato qo'shilgan bo'lsa, shu mahsulotni o'chirib tashlashimiz ham mumkin. Biz, demak, ma'lumot qo'shish tugmasini bosamiz, turgan joyimizning lokatsiyasini olamiz va rasmga tushiramiz. Saqlash tugmasini bosishim bilan mana men tushirgan rasm va meni lokatsiyam tizimda saqlandi. Ikkinchisini ham xuddi shunaqa qilib, demak, monitoringni o'tkazib olamiz. Bosib turib, rasm biriktirib,
rasmiy olish, tasdiqlash tugmasini bosib saqlash tugmasini bosishim bilan mana demak ikkala mahsulot ham yakunlandiga o'tdi, ma'lumotlar saqlandi va mana pastki qism yashil rangga o'zgardi va tasdiqlash tugmasi yondi. Mana shu orada demak bizni tekshirib lokatsiyamiz rasmimizni tizimga yuborganimizda ushbu dala bilan bizni lokatsiyamizni solishtiryapti va ikkalasi kamida 100 metr yaqinlikda bo'lsagina tizim qabul qilib olyapti. Barcha ma'lumotni kiritdik, tasdiqlash tugmasini bosdim. Demak, mana oxirgi sertifikatimiz ham shakllandi. Yuklash tugmasini bosib turib sertifikatni ko'radigan bo'lsak, aynan hozirgi demak yangi olma yuqori chirchiqda sertifikatimiz shakllandi. Mana yangi shirin kartoshka va quritilgan yashil piyoz. Navoiy viloyati. Shu tarzda sertifikat yoziladi. Ana endi ba'zi hollarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, keling deylik, yangi ariza yaratamiz. Ma'lumotlarni kiritib o'tdik, barchasini kiritdik. Va transport vositasi raqami, yetkazib berish hududi hammasini kiritdik. Ana endi keling biz dala kiritdik qanaqadir. Hop, fermer xo'jaligi va ichidagi ayni bir dala qaysidir va uni ichidagi ekinlar. Hop, buni ichida ekini yo'q ekan, bunisidachi. Keling biror bir ekini borini oladigan bo'lsak, oxiri 11 bilan tugagan. Dalada ekin bor ekan. Hop, keling topamiz. Mana bunda bor ekan. Chiqmadi. Bunisida ekan. Shunday ekan, piyoz ekan. Miqdori demak 100 kilo atrofi, o'lchov birligi kiloda. Mahsulot qo'shish va ikkinchi mahsulotni ham qo'shib olaman, keling. Tanladim. Kiritdim va saqlash tugmasini bosdim. Mana demak 43-chi demak arizamiz shakllandi. Bu yerda mana barcha ma'lumotlar ko'rsatilib o'tildi. Bizga kiritgan hamma ma'lumotlarimiz bor. Endi inspektor ko'rdi, hamma ma'lumot to'g'ri. Endi inspektor davom etish tugmasini bosadi va aynan shu dalaga ma'lumot qo'shib oladi. Xo'p, demak keling Ahmadali dehqon ota fermer xo'jaligiga ma'lumot kiritmoqchiman. Bosaman. Lokatsiyani oldim, rasm biriktirdim va rasmiy olish tugmasini bosib tasdiqlashni bosib saqlash tugmasini bossam, menga quyidagicha xato qaytardi. Ya'ni sen turgan masofa daladan 11 kilometr uzoqlikda. Ya'ni sen kamida 100 metr yaqin bo'lishing kerak. Shundagina qabul qilaman degan xatolikni chiqarib berdi bizga. Mana ikkinchisini ustiga bosib ma'lumot qo'shishni bosadigan bo'lsam, buni qabul qiladi. Sababi biz ushbu dalani oldida turibmiz. Mana ma'lumotimizni qabul qildi. Xo'p, ana endi shunaqa holatda ma'lumot qabul qilmadi va biz daladan uzoqqa edik. Bunga ikki xil yechim qilishimiz mumkin. Birinchisi, demak, istisno bor edi. Bir marta yoki buni rahbariyat ko'rib chiqadi. Necha marta istisno tarzda, ya'ni kafolat xatini tikish orqali lokatsiya 100 metrdan uzoqda bo'lganda ham ma'lumot kiritish qismini demak biz kafolat xati orqali lokatsiyasiz qilishimiz mumkin. Va ikkinchi yo'li deylik, biz hozir ushbu unikal raqamli dalaning oldida, misol uchun qaysidir tumanda biza va ikkinchi dala boshqa bir tumanda va unga ma'lumot kiritish kerak. Shunaqa holatda biz boshqa inspektorga o'tkazish tugmasi orqali aynan shu dala joylashgan boshqa bitta shahar yoki tumanni tanlab turib, shu tumandagi boshqa bir inspektorga aynan mana shu hujjatga ma'lumot kiritish demak rolini berishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam kafolat xati tikishimiz mumkin. Keling ikkala holatda ham qilamiz. Xo'p, birinchisi kafolat xati degan joyga demak yuklash tugmasini bosib turib, kafolat xati namunasini yuklab olamiz. Kafolat xatining namunasi yo'q, bo'lmas ekan. Kafolat xatining namunasi mana shu kafolat xati namunasi asosida tadbirkordan kafolat xati yozdirib olinadi va u rasmga tushirib yoki PDF qilib turib ushbu qismda yuklanadi. Hop, kafolat xati yuklanadi. Yuklangandan keyin lokatsiyasiz
qabul qiling deb yozib qo'yamiz va kommentar yozib saqlash tugmasini bosamiz. Va mana kafolat xati yuklandi. Ana endi ushbu dala boya biza uzoqda bo'lganimiz sabab qabul qilmayotgandi. Lekin ma'lumot qo'shish tugmasini bosib, ana endi qo'shib ko'ramiz. Kafolat xatidan keyin rasmiy olish tugmasini bosib, tasdiqlashni bosib, saqlashni bosadigan bo'lsak, ana endi bu demak bizni ma'lumotimizni qabul qildi. Sabab demak kafolat xati biriktirilgani uchun. Ana endi tasdiqlash tugmasini bosadigan bo'lsam, ya'ni ikkita dalaga ma'lumot kiritdim, tasdiqlash tugmasini bosdim. E'tibor qilamiz, bu tekshiruvda statusiga o'zgarib qoldi. Boyagi holatda davom etish tugmasini bosganimda o'z-o'zidan demak sertifikat yaratilib ketganda, hozir unaqa bo'lmadi, tekshiruvda statusiga o'zgardi. Qabul qilinganlarga o'tib turib, barchasini demak tekshiruvda degan nima bo'yicha qidiradigan bo'lsak, mana 43-ID li bizani zaявkamiz bu tekshiruv jarayonida turibdi. Bu nima degani? Biza kafolat xati tikib turib, ma'lumot kiritdik. Ana endi buni tegishli xodimlar, respublika ichki karantinda o'rganib chiqishadi. Kafolat xatini ochib ko'rib, demak yuklab o'rganib chiqishadi va kiritilgan ma'lumotlarni o'rganib turib, tasdiqlashgandan keyin bu sertifikatlar bo'limiga o'z-o'zidan o'tib qoladi. Kafolat xati bilan ishlash shunaqa edi. Ana endi yana bir holatni ko'rib o'tamiz. Demak, boshqa inspektorga o'tkazish. Bu aytganimdek, demak, bittasiga ma'lumot kiritdik, ikkinchisiga kirita olmadik. U deylik uzoqroq bir hududda joylashgan edi. Shunaqa holatda biz demak inspektor o'tkazish degan funksiyani ishlab chiqqanmiz. Bu qanaqa? Mana hozir men ushbu 39-chi arizaga kiradigan bo'lsam, menga kafolat xati tikish, tahrirlash, o'chirish va hokazo deylik tasdiqlash kabi dasturlar berilgan. Sababi ushbu 39-chi raqamli, 12 raqamli sertifikatga aynan men biriktirilganman. Endi men boshqa inspektorga o'tkazish tugmasini bosadigan bo'lsam, aynan o'zimga tegishli bo'lgan viloyat hududidagi tumanlarning hammasini ro'yxati chiqadi va men qaysidir tumanni tanlab turib, aynan shu tumandagi qaysidir bir inspektorga davom etish funksiyasini o'tkazishim mumkin. Misol uchun tanladim kimnidir. Xo'p, menga uzoq bo'lgani sabab sizga, xo'p, demak, misol uchun sizga topshirdim. Bu holatda ikkita inspektor o'zaro gaplashib turib, buni qabul qilishga rozi bo'lgandan keyin, demak, ushbu inspektorga o'tkazish tugmasi orqali davom etishni bosib turib, ushbu 39-chi raqam, 12 raqamli hujjatni aynan Mamatqulov Ramazon Ziyodullayevichga o'tkazib yubordik. E'tibor qilsangiz, bizda barcha tugmalar yo'qolib qoldi. Ma'lumot kiritish degan tugmalar turgandi. Bularning hammasi yo'qolib qoldi. Ana endi ushbu tugmalar aynan mana bu Mamatqulov Ramazon Ziyodullaevich tizimga kirganlarida va aynan mana shu 39-chi 12 raqamli sertifikatni ochganlarida ularga aynan shu tugmalar ko'rinadi va ana endi qolgan ishni aynan shu inspektor davom ettirishlari kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa tarzda ishlatilinadi hozircha tizim.